Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mini pitsa tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar 500 gram iliq sut, 1 dona tuxum, 1 osh qoshiq silla tuz, 1 osh qoshiq shakar, 1 osh qoshiq dro'ji kerak bo'ladi. Bir teli non teli deb o'lchab oldim. 1 teli eriga margarin kerak bo'ladi. Masalliqlarimizni hammasini yechib aralashtirib olamiz. Mana vechikimizda hamma masalliqlarimizni aralashtirib oldik. Endi bunga keragicha un solib, yumshoq qo'lga yopishgan xamir qorib olamiz. Keragicha un solib, yumshoq xamir qoramiz. Ana xamirimiz ancha yumshadi. Endi bunga 2 osh qoshiq pista yog'i solib, yana aralashtiramiz. Xamirimiz qo'lga yopishmagan yumshoqqina xamir bo'ldi. Endi xamirimizni ustiga plyonka yopib oshgunicha olib qo'yamiz. Yarim soat 40 daqiqa. Mana xamirimiz oshib oldi. Endi buni zo'ralarga bo'lib chiqamiz. Shunday zo'ralarga bo'lib chiqamiz. Mana bir xil qilib zo'ra qildik. Endi buni bittasiga 15 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz. Pitsamizga, sur olishimizga birga bir qilib mayonez bilan ketchup tayyorlab olganmiz. Buni aralashtirib olamiz. Aralashtirib oldik. Pitsalarimizni ustiga shu aralashmadan foydalanamiz. Biz pitsamizga pomidor, qo'ziqorin, kolbasa, jo'xoridan foydalanamiz. Sizlar xohlagan mahsulotlardan foydalanishingiz mumkin. Xamirlarimiz 10 daqiqa dam oldi. Endi bularni qo'limiz yordamida ochib listarimizga terib olamiz. Mana zo'ralarimizni ochib oldik shu shaklda. Endi ishib ketmasligi uchun o'rtasiga vilka bilan urib chiqamiz. Vilka urib oldik. Endi mayonezning aralashmamizni surib chiqamiz har bittasiga. Bir xil qilib massamizni surib oldik. Endi ustiga qolgan masalliqlarimizni qo'yib chiqamiz. Mana mahsulotlarimizni chiroyli qilib pitsalarimizni ustiga terib oldik. Pitsalarimiz tayyor. Endi bularni duxovka pechiga, qizib turgan duxovka pechiga jo'natamiz. Pishishiga 10 daqiqa qolganda sirlarini eritib olamiz. Mana pitsalarimiz deyarli pishdi. Endi bularning ustiga sirlarimizni qo'yib, yana sirlari eriguncha duxovkaga jo'natamiz. Mana pitsalarimiz tayyor bo'ldi. Sizlar ham farzandlaringizga dam olish kunlarida tayyorlab beringlar. Mana pitsalarimizning ko'rinishi shunaqa chiroyli bo'lib chiqadi. Mana sirlari cho'zilib. Albatta tayyorlab ko'ringlar.